Diqqat tezkor xabar. Izbosganda yana nima boshlandi? Bek aka, yana nimalar boshlab yuribsiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamay, ishlayapsizmi? Yana nima qilyapsiz aka? Endi biz 4 kunlik bayramona shukuhda kelayotgan mustaqillik bayramimizga xalq uchun juda katta aksiya e'lon qilyapman. Bu nimalardan iborat? Men har doim bilasizlar, aksiyani haqiqiy aksiya qilinadigan holatda bo'ladi. Narx-navolarimiz ham keskin holatda, pasaygan holatda va undan tashqari qo'shimcha sovg'alari bor. Misol uchun, Sovg'alar bilan tanishtiraylik. ko'p tanishtiraman sizlarga hozirgi holatda. Hozirgi holatda eng katta bo'layotgan jarayonimiz, hozirgi kundagi eng katta bo'layotgan ehtiyojimiz konditsioner. Mana shu model mikrovolnovka, ya'ni 1 million 700 ming so'm bo'lgan mikrovolnovkamiz bekarga beriladi. Buni naqd pulga ham beramiz, muddatli to'lovga ham beramiz. Bunga ham mikrovolnovka beramiz. Mikrovolnovka bekarga, qishga. Bunga ham beramiz. Bunga ham beramiz, ha. Endi nima gap? Bu avtomat kir mashinalarimiz Premier, Zifler, LG avtomat kir mashinalarimizni xarid qiladigan bo'lsa, hop, Premierga televizor, 32lik smart Android beramiz, bekarga qo'shib beramiz. Endi Zifler modelimizni oladigan bo'lsak, eng katta 42 lik lyuks duxovkasi podarka beriladi. Endi hozirgi kunda gaz plitamizga o'ta katta chegirma qildik. 2 million 875 ming so'm podarkasi 3 kilolik malyutka bekarga beriladi. Televizorlarimizni oladigan bo'lsak, mana televizorlar. Televizorlar 1 million 900 mingdan sotilgan. Mono televizorlarimiz 3,5 million so'mdan sotilgan. Hop, hozir 1 million 900 ming so'mdan 100 dollar emas, 1 million 100 ming so'm mana televizorimiz. 1 million 100 ming so'm. Mono televizor aniq beradi. Biz uyalib olmayapmizmi obunachilar yonida? Mono televizorimiz 2 million 200 ming so'mdan beramiz. 43lik 3,5 million sotilgan holatda. Ish qilib obunachilarga yetami? Bemalol. Undan tashqari mana yuklarimiz keldi, ko'ring. Hamma mana ishchilarimiz shay holatda turibdi. Shu modellar hammasi bor. Undan tashqari mana konditsionerlarimiz, gaz plitalarimiz, barcha mahsulotlarimiz yetarlik. Bu yerda ham bor. Bundan tashqari konditsioner ham bor. Kirishlar mumkin. Do'konimizdagi barcha mahsulotlar, shivaki mahsulotlari va undan tashqari bo'lgan mahsulotlar, undan tashqari mana ketdi. Pilisos modellarimiz, idish tovoqlar, hammasi bizda hozirgi holatda aksiya holatda berilyapti. Do'konimizga kelishlarni kutib qolamiz. Undan tashqari mana sovg'alarimiz joriy qilingan. Undan tashqari Damas 31-kunga qo'yilgan. Damas ham bor. Umra ham bor. Hamma narsamiz bor. Xudo xolasa. Bunaqa imkoniyatlar faqat izbosganlar uchun. Faqat bir narsani aytib qo'yishim lozim. Hop. Faqat bu aksiyamiz 4 kun, ya'ni ertadan boshlab, ertadagi sanani aytib qo'yaylik. Ertangi kunimiz 20-sanadan 24-sanagacha amal qilinadi. Tugab qoldi, anday degan narsa yo'q. Vagonda olib kelib tushirib qo'yamiz kerak bo'lsa. 4 kun ichida bemalol har qanday cheklanmagan miqdorda olish mumkin. Beramiz, sababi aksiyalarda jicha ko'rsatib paytda 5 ta 10 ta narsani olib kelib qo'ygandan keyin tugab qoldi deydi. Bizda yo'q. Cheklanmagan miqdorda xalq uchun beramiz. Izbosgan ko'chib ketsin kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa ko'chib ketsin. Faqatgina izbosgan emas, butun Andijon viloyatidan kelsin. Yetkazib bermasam, agar shu gapimdan turmasam 10 barobar qilib beraman. Yetkazib berish xizmati ham bor. Bekarga ichida. Mana, hurmatli kuzatuvchilar, biz sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Mana shunday tezkor xabarlarni o'tkazib olmasligi uchun Izbosgan bugun kanaliga obuna bo'lib kuzating. Manzilimiz Izbosgan tumani Poytuxt shahri, ya'ni Baxt uyini to'g'risida.